Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Tezkor xabarlar bizda. Bizni kuzatishda davom eting. Qirg'izistonda sodir bo'lgan yer silkinishi oqibatida 39 ta bino shikastlangan. Qirg'izistonning O'sh viloyatida 11-martdan 12-martga o'tar kechasi sodir bo'lgan yer silkinishi oqibatida 39 ta bino shikastlangan. Zarar ko'rgan obyektlar orasida turar joy binolari, maktab hamda shifoxonalar mavjud. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, yer silkinishi epitsentri yer silkinishi 4.9 ballni tashkil qilgan. Yangilangan ma'lumotlarga ko'ra, 25 ta turar joy binosi shikastlangan. Ulardan biri yashash uchun xavfli deb topilgan. Shundan 12 tasi maktab va shifoxonalardan iborat. Hozircha yer silkinishi oqibatlarini bartaraf etish ishlari hamda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish ishlari olib borilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi barcha zarur choralar ko'rayotganini ma'lum qilgan. Qirg'izistondagi yer silkinishi O'zbekistonda ham sezilgan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Tezkor xabarlar bizda.